أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dars oldidagi saboqdoshlar, o'quvchilar, hammangizlarga Alloh subhanahu va taolaning salomi, Alloh subhanahu va taolaning rahmati bo'lsin. Men bugun darsni tunugunki darsning davomi bo'lganligi uchun tunugungi darsni bir qur takrorlashni to'g'ri topdim. Biz insonning ustidagi birinchi majburiyat iymon majburiyati. Allohni tunish, Alloh subhanahu va taolani ilm yo'li bilan bilish insonning birinchi majburiyati bo'lganligi uchun Allohni ilm yo'li orqali tepish va ilm yo'li orqali isbotlashning 3 xil qoida prinsiplarini o'ttirib qo'yib so'zlagan. Birinchi qoida prinsipda al-adam la yakhluqu shay. O'zi bo'lmagan, mavjud bo'lmagan bir narsaning yana bir narsani yasay olishi, yana bir narsani ijod qila olishi, yana bir narsani yarata olishi bu dunyodagi har qanday bir aql, har qanday bir qonuniyat, har qanday bir o'lcham mutlaq e'tirof qilmaydigan bir o'lcham ekanligini biz o'ttirib qo'ygan. Demek yok narsa bir narsani yaratanmidi, ijod qilanmidi. Unda bo'lganda dunyodagi mahluqotlar, dunyodagi mavjudotlar, dunyodagi barliq shaylarning cho'qim yaratilganligi, ijod qilinganligi, yasab o'tirib chiqarilganligi va uning o'rinlashtirilganligi qonuniyat bo'lganligi uchun andaq bo'lganda buni kim yaratdi? Kim o'tirib chiqadi? Yo'q narsa o'tirib chiqanmagandan biz buni tepish uchun cho'qim bir yaratquchining bo'lishi kerak lozimligini biz tunib yetdik. Tunib yetib birinchi shu al-mavjud degan mushu birinchi qoida al-adam la yakhluqu shay. Mana bu. Endi ikkinchisi mavjud, mush dunyodagi mavjudotlarda o'ylanib cho'qim bir dunyoda yasag'uchining borligi, ijod qiluvchining borligini biz e'tirof qildik. Ammo bu ijod qiluvchi, bu yasag'uchining sifatini tunish, kimligini bilish, yasag'uchining qobiliyati, iqtidori, onun alahidelikini tushunish uchun biz shu yasag'an shaylarda mayli o inson bo'lsin, mayli o hayvon bo'lsin, mayli o o'simlik bo'lsin, mayli o osmon zamindan iborat koinot bo'lsin, uningda o'ylanish, uningda tekshirish, uningda tadqiqot berish, uni bir tafakkur qilish orqali biz yasag'uchininki sifatini bilib oladiganligimizni o'tirib qo'ygan. Chunki yasalgan narsada chiqqan go'zallik, yasalgan narsada ifodalangan puxtuluq, yasalgan narsada ifoda topgan bu go'zallik va puxtuluq va mustahkamlik yasag'uchininki iqtidori, yasag'uchining qobiliyati, yasag'uchining ilmining borligiga dalolat qilganligini biz o'tirib qo'yib,
biz bir nechta sifatni bayon qilgan. Bugun shu sifatlarning ichidan birisi Razzoq sifati. Rizq berguchi sifatini tushunamiz. İnsan balı yatqudan iborat bir qarang'uliqning ichida tug'an chig'ida, balı yatqudan iborat bir qarang'uliqning ichida tug'an chig'ida hech kim bu insonga hech qanday bir narsa bilan yordam berishi, hech qanday bir narsa bilan uningga madad berishi, na suv bo'lsin yoki bir uzuqliq bo'lsin, hech qanday bir narsa bilan o balı yatqu ichidagi turalmaga bir madad berishning qodir emasligini biz bilamiz. Hatta dadisi u bala inin qo'sqida bo'layotgan onasi, u bala inin qo'sqida turib shakllanayotgan onasimi bu balaga bir narsa berishi qodir emas. Mana hammamizga ma'lum, bir turalma onaning balı yatqusida turalgan chag'ida o turalmaga hech kim na qiz bo'lish, na o'g'il bo'lish, na uz bo'lish, na sad bo'lish, hatto uning suydiki, uning nijosati, po'qi, uning manqisi, uning tukuruki, u kasalmi, u saqmi, u nima yedi, u nima ichdi, u ustidimi, u uxladimi, u o'yg'oqmi, u midilamdi yo midilamamdi, hech qanday narsa bilan inson ana shu turalmaga ta'sir ko'rsatishga qodir emas, birodarlar. O'ylab boqama. Bir onaning qo'sig'idagi turalma agar 3 kun midilamay qolsa, 3 kun midilamay qolsa, o onaning ko'ziga uyqu kiramdi. U dadi rahat xotirjam yuralamdi. O berib, shu doktorxonaga berib tekshirtib, balaning tinining saqligi, yuragining soqiyotganligi, u bala texi onaning qo'sig'ida, bala yatqusida hayot ekanligini chuqur xabarini elib, anundan keyin o onaning ko'ngli taskin topsa, dadining ko'ngli rahat, aram olmasa, o aram olmaydi, birodarlar. Lekin o insonning Razzoq sifatli Rabbining rahmati bu inson uchun rizqni, o rizq tayyor, hazm qilingan bundoq holatida onaning shu nimadan kindik yo'li orqali uningga avatib turdi Alloh taolo. Bala onaning bala yatqusidan chiqqan kindiki üzülgen chag'ida rizq jeri Razzoq subhanahu va taolo shu balaninki uzuqini onasininki amchikidan chiqirdi ve Allah Teala o balığa şu uzuqluqni, yani sütni, emçekni şoraş arqılıq çıqırıp elişni o balığı ilham kılıdı. O bala texi kömeydi, bu çağda anlamaydı, bir nesini düşenmeydi bu şunda halette. Mana aşındaq anısının mı, dadısının mı, onundan başka hiç qandaq bir insanın o balığa bir narsa yetkizish imkoniyati yo'q bir sharoit ostida, ne onasi orqali bo'lsin, ne boshqa yo'llar orqali bo'lsin, u turalmaning baliyatqi ichida cheg'ida insonning o turalmaning kasal saqligi, och to'qligi, hayat yoki o'likligi, ya o turalmaning o'g'il qizligi dan iborat
bu holatlarga ko'ngil bo'ladigan, kuyinadigan va bunga ahamiyat beradigan bu ishni qilolmaydiganligini bilgan Razzaq subhanahu va taolo shu bolaga shundoq tayyor hazm qilingan o'shundoq bir uzuqliqni nimadan desa onasininki bola yotqusidan shu bolaning kindik yo'li orqali u bolaga Alloh taolo yetkazib berdi. Kindik yo'li orqali bola o uzuqlanadi. Ana nima yesa, nima ichsa, nima bilan uzuqlansa, shu bolaga shu yegan, shu ichgan narsaninki tarkibining bir qismidan u bolaga yetib turish orqali u bola shuningdan uzuqlanish orqali o'zininki ananing qo'shiqidagi bola yotgan holatida o'zining mavjudligini saqlaydi. Ammo u bolaning tug'iladigan vaqti to'shab, tug'ilib chiqqan chig'ida, dunyoga kelgan chig'ida kindik üzülgen çağıda, kindik nechisi üzülgen çağıda Razzaq subhanahu va taolo uning oldida siqsangiz qon chiqadigan, uning oldida siqsangiz go'sht chiqadigan, uning oldida siqsangiz bez chiqadigan shu amchakdan bolaning uzuqini Alloh taolo avatib berdi. Va u bolaga balam mani imin deb necha o'zgap qilib yolvurlar yoki u balını şu meydige ekilip üstürle ya ağzıga o memmeni tıkılı ama o balı şormasa, o balı onu ağzıga amisa, o balı onu emgele unumisa kimi mütealaydı onu? Kim ağzıga sağlalaydı onu? Gap anlamdı ya, binasını bilemdi ya, közü küremdi ya, o közümü kömeydigan, gapmi anlamaydigan, aklimi yok boğan haletteki aşı balının kalbiga Allah subhanahu wa ta'ala ilham qilib şu memmini imish orqali o'zining uzuqini topadigan, şu memmini imish orqali o'zininki o'zini uzuqlanadiganligini Allah uning qalbiga tashlamadi bu. O'ylab baqama. Demek Allah subhanahu wa ta'ala o türelmini anının balayaqsida yaratgandan keyin uning rizqiga kindik yo'li orqali kabil bo'ldi. O bala dunyoga hech narsani anglamaydigan, tushunmaydigan, ko'rmaydigan holatda chiqqandan keyin yana Alloh o balani ota-onasiga tashlab qo'ymasdan o balaning qalbiga Alloh taolo shu memmini imish yo'li orqali o'zining uzuqini topadigan, o'zining qo'sig'ini to'yg'izadigan, o'zining uzuqlanishini shu memmidan hosil qiladiganligini Allah o balaning qalbiga tashlab ko'zini mi açamaydigan, ko'zini mi açamaydigan shundoq bechora bu vaqtni Allah shu balaning aqliga tashlagan bu ilhom bilan memmini imish orqali Allah uning hayotini saqlab qolmadimi? ثم يرزق الله العباد من النباتات والأشجار التي تصنع الطعام من الماء والتراب والهواء. Allah subhanahu wa ta'ala bendelerge ösümlüklerden, köktatlardan, deraxtlardan rızık landude Allah ta'ala bendelerine rızık verdi. Taam kılınıdığan muşu ösümlük del deraxtlar taam kılınıdığan bu del deraxtlar bir tal su, tuprak, havadan, şu sudun, tuprakdan, havadan taam kılınıdı bu nimeler. Allah Teala quyoshni o'simlik uchun ko'ndirib berdi. İnsan, hayvan ehtiyojlik bo'ladigan uzuqliqni mukammel bir yasab chiqish uchun uzuqliqmi وما كان للغزاء أن يوفر لولا أن الله يسوق الماء العذب. Uzuqliq bu uzuqliq bo'lanmaydi agar Allah subhanahu va taolo shu tatliq suvini haydab tatliq suvini avatib qilmagan bo'lsa va dehqonchilikqa yaraydigan tuproqni tayyorlab bermagan bo'lsa, havoni ijod qilib
münasip şaraitlerini icad etmegen bolsa, şu ösümlüklerninki uzuqını çıkarış için bunda etmegen bolsa, bu ösümlükler bu uzuqlar mol bolmaydı, to'liq bolmaydı. Demek Allah Teala beni su, tuproq ve havadan ibaret muşu narsalar orqali taam yasaladigan, taam itiladigan o'simliklarni, dal-daraxtlarni Allah Teala chiqadi. Bu dal-daraxtlar orqali insonlar meva-chevalarni, o'simliklar orqali say-ko'ktatlarni Allah Teala bandalarga rizq berdi. İnsan özünün rizqini o'zi tepib yeligidey, özünün rizqiga o'zi erişaligidek bo'lgan chaqda Allah xuddi balığı kindik yo'li orqali oziqlantirganga o'xshash ba'zanlarga dehqonchilik bilan, ba'zanlarga tijorat bilan, ba'zanlarga sanoat bilan, yana ba'zanlarga har xil kasblar yo'li orqali Allah subhanahu va taolo o'zining rizqini bandaga berdi. Allah taolo Bana Allah felyanzurul insanu ila ta'amih deydi. İnsan yavatqan oldidagi taomga bir qarab baqsin deydi. Taom axlatmi, axlat emasmi? Pogizmi, pogiz emasmi? Buningga bir qarab baqsin demak emas. Ma taomga bir o'ylanish yuzasidan, tafakkur qilish yuzasidan bu taomning haqqida bir aqlni ishlatish yuzasidan bir qarab baqsin. Biz suni qandoq to'kdik, ondan tuproqni yodik. Bu tuproqda donlini, üzümlini, zeytun daraxtlarini, xurma daraxtlarini ve hadaiqa gulben degan g'ujmak g'azonlar, meva-chevalar g'ujmak bo'lgan bog' bo'stonlarni, meva-chevalarni abban degan bo'liqi bir nima o't-cho'plarni sizlarning manfaatlanishinglar, sizlarning chorvalaringlarning manfaati uchun biz qildik ya buni. Anna sababnal ma biz qanda töktük suni, bunun bir qarab baqsin deydi Allah Teala. Demek insan muşu tamakning nadin kelganligiga bir qarab baqsin. Yamg'u, bulut bilan kelgan yamg'uning zaminga to'kilishi, u zaminning shundaq yerishi, yumshoq bo'lishi, u yerdan aningdan har turli narsalarning unib chiqishi, u unib chiqqan narsa bilan aningdan insonning rizqi, insonningki uzuqi keladiganligini Allah subhanahu va taolo mana bu yerda bayon qilib, inson bir o'ylanib baqsin. İnsan feyze ekelel insan, hem de insan ya ki hayvan tamakını yese ve o tamakını toluq hazm kılsa Allah Teala'sı arqılı, yani Allah subhanahu ve taala yaratgan aşqazan, Allah subhanahu ve taala yaratgan her bir hayvanın şu yiyen tamakını hazm qilish uskunasi bilan o'tuluq hazm qilib bo'lgan chaqida hazm qilsa, an xalaqa li kulli kain min ajhizati hazm, Allah taala har bir nimaga koinotga hazm qilish uskunasini, hazm qilish apparatini billa yaratdi. Allah saqahur razzaq, u nimaga insonga razzaq taala her rizqni her bir noktaga, aşı canlıq kainatın vücududaki her bir noktalığa haydaydı ya. Meyli bolsun, bu minisinin oturuşta bolsun, ya tirisinin yüzüde bolsun, ya ki soğaktaki yiyiligide bolsun, nerede bolsun, Allah subhanahu wa ta'ala aşağıya bu rizqni yetkizdi ya. Amman hazellezi yerzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utubu ve nufur. Bana Allah deydi, sizlarning rizqinglarni agar o Allah subhanahu va taolo to'xtatib olsa,
Sizlarga beradigan rizqni to'xtatib olsa, sizlarga kim rizqi beradi? Deb baqaman. Agar tuproqdan bir narsa unmas bo'lib qolsa, havodan yomg'ir yog'mas bo'lib qolsa, yo quyosh chiqmas bo'lib qolsa, yo olam isimisa, yoki dal-daraxtlar meva bermasa, sizlar bu rizqni nereden tepeyesizlar? Rizqini qanday qilisizlar? Aşu quyoshninki nuri orqali bulutdan tushgan yomg'ir orqali zaminning yumshoq o'simlikka muvofiq bo'lishi orqali va u o'simlikdan zamindan chiqqan o'simlikninki mevalari orqali zaminning tegidan chiqqan neftlar orqali Allah sizlarga rizq berib turadi. Agar Allah o'zining rizqini to'xtatib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Jininglarni qanday boqsizlar? Hayotlikda qanday yashashlar? Bu dunyoda qanday taraqqiy qilsizlar? Deb baqaman. Kim bu? Sizlarga rizq berdigini kim qiladi? Kim rizq beradi? Deb Allah subhanahu va taolo mana biz insonlarga xitob qilyapti. Bellajju fi utu va nufur. Belki bu insanlar Allah Teala'nı tunuş, Allah Teala'ya yüzdünüş, Allah Teala'ya sevinişinin onuğa gedenkeşlik kılış, hakikatin keçişte bunu çoğunkurlavatıdı. Bağın sırı gedenkeş bulap, bağın sırı hakkın keçip, hidayetin keçip, İslam'dan keçip gitip baravatıdı bu insanlar hep Allah subhanahu wa ta'ala bize bayan kıldı. Bana hemmimizge malum inner rezzaka subhanahu qad tekabbala bil erzaq. Rezzaq Allah Teala rizqlarga kefil bo'ldi. Allah o'zi kefil bu rizqqa. Fasaqa rizqa ba'zil asmak ila a'maqil bihar. Allah Teala rizqi kefil bo'lganligi uchun biliqning ba'zi biliqlarninki rizqini denizning cho'nqur qatlamlariga nima qilyapti? Avatdi, shuyaga haydyapti. Ba'zi qurtlarning rizqini toshning qo'sqida qildi. Ba'zi türelmelerning rizqini onaninki balayat qusning qorong'uligida haydab berdi. Ba'zi o'simliklarning yıldızlarning rizqini ashu urug' nimaninki urug'ning ichida qilib qo'ydi Allah subhanahu va taolo. Buni o'ylab baqaman. Dengizning tigida shunchalik cho'nqur tigidiki denizning cho'nqur qatlamlariga Allah Teala biliqlarning rizqini shag'urlashtirib qo'ydi. Ashyaga haydab berdi. Qurtlarning ba'zisining rizqini toshning ichida qilib qo'ydi. Türelmelerning rizqini onaninki balayat ustiga qorong'ulikqa avatib berdi. O'simliklarninki yıldızlarının rizqini urug'ning ichida qilib qo'ydi Allah Teala. Allah deydi: "Va ma min dabbatin fil arz illa alallahi rizquha." Zaminda o'milayotgan, zaminda medeylayotgan her qandaq bir hayvan, her qandaq bir canlıq yo'qki, bo'ladigan illa alallahi rizquha. Allah'ın üstügüdür. Bu dabbinin rizqi Allah'ın üstügü. Allah onun rizqiga kefil. Allah onun rizqiga ega. Allah onu dünyaya akeldi, bakıdı onu. Ve ya'lamu mustaqarraha. Bu dabbilinin nerede uğurlaşıdığanlıqını, nerede turuduğanlıqını, nerede yaşaydıganlıqını, nerede ölüdüganlıqını hemmini bildi Allah. Kullun fi kitabin mubin. Hammasi Lavhul Mahfuz kitabiga yozilgan deb Allah bayon qildi. Mana Allah subhanahu va taolo faqat mening ustimga bu dabbalining rizqi dedi. Yana bu yerda bu ya ayyuhan nas uzkuru ni'matallahi alaykum. Ey insonlar, ey odamlar, sizlar Allah Teala'nın üstünlerdeki nimetini oylanırsınız.
Allah Teala'nın nimeti köp sizlerin topağlarda. Allah Teala sizlerge köp nimet verdi. Allah'ın nimeti üstünlerde şunçalık köp ki sizler bu nimetlerini sanap bulanmışlar. Sizler bu nimetlerini oylanıp aklınlığıma ekip bulanmışlar. Sizler bu nimetlerini tasavvur kılıp tasavvurluğu hem ekip bulanmışlar sizler. Allah'tan başka sizlerge osman, zimindin rızkı vergisi var mı? Yağmurun çöğünü kim? Kanı çöğünü kim? Hava bilen sizlerge rızık vergini kim? Koyaşının nuru bilen rızık vergini kim? Ayının nuru bilen rızık vergini kim? Allah'tan başka birisi ilgimi bununla. Zimindin sizlerge Allah'tan başka rızık verdiğin kim var? Hel min halikin gayrullah, Allah'tan başka yaratıcı var mı yana? Rızık verdiğin o yaratıcı sizlerge asman zimindin neydi Allah Teala? Allah'tan başka sizlerge asman zimindin rızık verdiğin bir yaratıcı var mı? Sizlerin rızkınlarını Allah'tan başka bir kişi yaratıp baktı mı? Zimindeki, ziminin astıdaki, ziminin üstüdeki, asmandan çuvatkan bu rızıklar ve o rızıkların sebeplerini bilek bir kişi sizlerge kıtberdi mi bunu? La ilahe illahu, onundan başka boysunuşka, onundan başka baş yigişke, onundan başka kul buluşka, onundan başka itaat kılışka tigişlik haqlıq zat yok. Fennatus tufakun. Ey insanlar, nege öylüsüsler? Oy nege ketivatsızlar? Dep Allah Subhanahu ve Teala meni bu sözde hem özüdün başka ne asman ne zeminden rızık beradigan bir yaratquchininki yo'qligini Allah Teala bayon qildi buni mishada. Qandaq bir adam özünün rizqinin özüge yaratquchi tarafidan berilib qanligiga ishonchi qilsa, mening rizqimni Rabbim kefil, mening rizqimga Rabbim ega, Rabbim rizqimni tutayotgan, ururlashtirayotgan, men kelgandan boshlab ta dunyodan ketganga qadar yeydiginim hammasi yezilib bo'lgan deganga ishonchi qilsa, hech kim onun rizqini tatib olishga qodir bo'lolmaydi va rizqiga Allohdan bilan hech kimdan qo'rqmaydi. Mushuningga ishonchisi bo'lgan, mening rizqim, ya'ni Xoliqim tarafidan berilib bo'lag'lar degan ishonchisi bo'lsa, hech qanday odam uningdan tatib olish rizqini, Alloh taolo bergan rizqni tatib olmaydi uni. Hem keladigan rizqni to'sab qalqanligiga hech kimdan qo'rqmaydi. Meni Alloh taolo baqidi, Alloh taolo ega, mening rizqimni hech kim tatib olmaydi, hem to'sabma qalanmaydi. Ne bana menfaat yetkizsin, ne bana ziyon keltirsin, hech qanday ishni qilinmaydi deb inson ana shu chog'da egilishdan, ana shu chog'da xushomat qilishdan, ana shu chog'da boshqalarning oldida bechoralarcha tugunib o'tirishdan, ana shu chog'da boshqalardan tamar qilishdan, ana shu chog'da boshqalarga beshini tuvan tutishdan, ana shu chog'da boshqalarning oldida xor bo'lishdan nima saqlanadi? Demak, Allah Subhanahu va Taala mana shu koinotdagi mahluqotlarning mavjudotlarninki uzuqlanayotganligiga qarab turib, rizqlanayotganligiga qarab turib, shu yomg'irlarning to'kalganligi, uningdan keyin oftoblarning chiqqanligi, qonning yoqqanligi, ziminning tegidan, ziminning yumshoq dil-daraxtlarning ko'karganligi, uning shundoq go'zal meva-chevalarni berayotganligi, hayvonotlarning inson uchun yashayotganligini o'ylab,
mana bunu bana uğurlaştıran bir Rabbim var. Bu rızıkını Rabbim bunu bir muşunda uğurlaştıran bir Rezzak Teala var de biz şu dünyadaki mahlukat mevcudatının rızıklanganlığı, mahlukat mevcudatının rızkının onunla izlesin ya ki izlemesin kelgenliğe karab bunu yaratkan bir yaratkuchunun rızık bergichi ekanligini biz tunayolaymiz birodarlar. Yana Allah subhanahu va taoloning yana bir sifati hadi, boshlig'uchi, ko'rsatguchi, yo'l ko'rsatguchi, yetaklovchi degan bir sifat. İza ta'ammalta fi ahdabil jabnil a'la fil ayn. Ko'zning üstünki qapaqida üstünki qapaqning kirpiklarida bir o'ylansa, mana bu voy mana elevtib bilak boshlaylar. Kisvat qilib Al-Hadi sifati, ya'ni yetaklovchi, boshlig'uchi, yo'l ko'rsatguchi degan mana bu sifat. Hamda Allah subhanahu va taoloning mahluqotlarini o'ylanish, tafakkur qilish orqali Alloh taolaning hadi sifati mahluqotlarda ko'rinib turdi birodarlar. İnsan qapaqning üstün kirpekleri de o'ylansa, mana şu ko'zimizningki qapaqninki üstün qapak var ya, bu üstün qapaqninki kirpikleri o'ylangan chag'ida o'ylansangiz, siz o kirpiklarning üstün tarafga egilganligini ko'rasiz. O'ylab boqingmi? Bu ko'zga bir nazar solib boqingmi? Bu ko'zninki kirpikiga, üstün tarafdagi qapaqning kirpiklariga bir qarasa, bu kirpiklar hammasi ustiga egiliglik. Ostın qapaqning kirpiklari, ostidagi qapaqning kirpiklari ostın tarafiga egiliglik. Agar ish ta'tolab ketgan bo'lsa, mushuni bir o'ylab boqinglar. Lavin akasal amru, agar ish ta'tolab qolgan bo'lsa, ko'zning ko'rishi ilishib qoldi. Ko'ranmay qoldi. Qiyinlashib qoldi ko'zning ko'rishi. Shu kirpikning ustun tarafi ostinga, ostin tarafi ustunga bulab qolgan bo'lsa, o ko'z ko'ranmay qoldi, ilishib qoldi. Qapaqdaki her qanday qapaq, mayli insonning qapaqi bo'lsin yoki hayvonning qapaqi bo'lsin, mushuningdagi tukni, her bir tukni kim yetakladi? Üstündinkini üstünüge eçiladiganга, ostidikini ostiga eçiladiganga kim yetakladi? Kim bunun yo'l ko'rsatdi? Faqat Hadi subhanahu va taala mana bunun yo'l ko'rsatdi. Mana üstün zag'aqning tishlarimizga qaraylar. Mushunda bir o'ylanib boqinglar. Shu ko'zning ikki tarafining, ko'zninki üstün kirpik, ostın kirpik, shuningda o'ylansak, üstün kirpikning üstünki qapaqninki kirpikleri üstüge, ostınki qapaqninki kirpikleri ostiga echiliglik, ostiga echiliglik, ostiga egiliglik bu kirpiklar. Agar ostidagi ustidagi ostiga egilib olgan bo'lsa, ko'z echilgan chaqdimi, o'yma üstününki ostınki sangulab turgandan ko'zning oldimizda bir xil tuklar ko'rinib olgan yoki ostimizning ustiga chiqib turib olgandan ko'z oldimizda yana bir narsa ko'rinib olgan, shuni bilan ko'rishni ro'shan ko'ranmagan, aniq ko'ranmagan, bir narsaga qarasak farq etmagan, ko'zimizga tuk ko'rinib o'libchi.
Ama Allah subhanahu wa ta'ala ana şu ko'zdinki iniq, ro'shan, süt süzüp holatda ko'rishi uchun üstünki qapaqning kirpiklarini üstünge, astın qapaqning kirpiklarini astınga qilib Allah Taala uning tükünü shunday yaratdi. Bu tük, mana bu tük nima uchun? Joyi bir, mana ko'z bir, shu ungan yeri bir. Nima uchun uningki ustiga, ostidagi ostiga nim bo'lib o? Nima uchun ma ko'zimizning birisininki ustidagi ostiga, ostidagi ustiga, ma ko'zimizning ustidagi ostiga, ostidagi ustiga bo'lib qolmay, her bir insonning ko'zining ustun kirpiki ustiga, ustun qapaqidagi, ostun qapaqidagi kirpik ostinga bo'lib qolishi bu o'zligidanmi? O'zicha bo'lib qolganmidi? Tishga qarab baqala. Astın zagaqlının tişlerini üstünge yüzlünüdüğün, üstün zagaqlının tişlerini astınғы yüzlünüdüğün kılıp başlığını kim bu? Aşı tişlerini. Çiş ünde. Astın zagaqımızın tişi üstü tarafı üngen, üstündekininki astı tarafı üngen. Bu ünüdüğün çiş bu. Çiş degen canlılık, hareketlik, ünüp durduğun boğanlık için, nima üçün bu ünüp, yoğunap, ketirivermi? Azraq yoğunap, toxtab qaladı. Menillezi hedel enyab, en tenmuve fevqal enyab. Mana bu məgən kişinin töpüstü ösüşke, kişinin töpüstü ösüşke, İğiz kişinin töpüstü ösüşke, ösüdüğün kim? Ösüşke başlap koyğunu kim? Kim zat? Ellezî halaka fesevva vellezî qaddara feheda. Mana bu şəbəs bu. Ellezî halaka fesevva. O Allah yarattı. Fesevva yarattığını sağlam yarattı. Mükemmel yarattı. Şu mahlukatının özünün vazifesi, özünün şekli, özünün suretiga layık yarattı. Vellezî qaddara feheda. Her bir mahlukatta onun vazifesini, onun hayatlık yolunu, onun kılgan işte takdiri kıldı. Feheda onu şu işi başlap koydu ya. Kişini Allah subhanahu ve teala yarattı, nayeti mükemmel yarattı, yarışımlık uz yarattı ve bunu şu ağızda uzunlukni çaynaydigan, izidigan kılıp takdiri kıldı. Şunu başlap koydu. Her bir azanı, her kandak cisimdeki, ösümlük bolsun, ya hayvan bolsun, ya insan bolsun, her bir cisimdeki azanın özününki doğru ornunu elişqa, başka azaların arasında ve münasip ölçem bilen öseşke başka azaların arasında başlığını kime? Oylap bakalım. Bunun kim? Közgü layık yerden orun aldı. Ağızgı layık yerden orun aldı. Burungu layık yerden orun aldı. Kolgı layık, putgı layık, çaşgı layık. Her bir aza meyli insan, meyli hayvan yoki ösümlükning cismida bo'lsin, o'ziningi to'g'ri bo'lgan o'rnini, loyiq bo'lgan o'rnini elishga yetakligini kim? Mana tukka chashqa qalab baqili. Nima uchun yuzimiz bir butun chashlab ketmaydi? Mana bu shu chechimiz o'sidi, qishimiz o'smaydi, kirpik o'smaydi. Sakalımız ösüdü, sakal mişyadın ösüdü ya yüzümüzge hemmesi çıkıp ketmeydi, ya gədəllərimizge çıkıp ketmeydi. Bütün hemmesi tüklük emas. Öskendeme hem kaş tükki ösmügen, kirpik tükki ösmügen, yüzdeki ösmügen, burundaki ösmügen, koldaki ösmügen, bedendeki ösmügen. Hem östü, layakıdır östü o.
Kirpikteki layakta üstüne kirpikni çüytüp atsak, kaşını çüytüp atsak, yüzünü çüytüp atsak, yana otuk üngen, yana otuk ösken, ama ösep ketivermegen ki, özüge layık ösep toxtugan. Mana bunda kığını kim? Şu tükni, şu çişni, şu kolni, şu yüzni, her bir azanı özünün hizmetige layık ösüdigan, özünün hizmetige layık terakki kılıdigan, özünün hizmetige layık halatda, öz ornida mevcut buludigan bunda kılgını kim bu? وَمِنَ الَّذِي يَهْدِ الْبَزْرَ bir uruk ne? Uruk ne? O uruk topunu yığılıp o ösken yoğurgan çağıda topunu yargan haletinde yıldızlarını astınga, paça gazanlarını üstünge evet işke başlap koyduğunu kim o? Urukta akıl var mı? Öyle bir danda akıl var mı? Danda bir düşünüş var mı? Danda bir iktidar var mı? Eğer siz bir danını, meyli o buğday termakçı bulun buğdayının denini, meyli konak termakçı olsun bulun onun denini, meyli gürüş termakçı olsun bulun onun denini, siz nimi termakçı bulan aşı danını, yani aşı urukluk danını yerde taşlayan çağınızda, o dan şu yerde öseglik, yerde terakki kılıqlık, yani yerip çıkan çağında bir kısmısını tikke, yeni bir kısmısını yüzüge. Tigideki yüzününki mevcut buluşu, terakki kılışı, yüzüdeki şehi, meyvesi, onun gazını, golu buluş için tigideki onun uzuklandığını, tigideki onun uzukluğu kabaletlik kılgılı, kığını kim? Nimi için bir dal uruğunun iş bu uruğu kelgende tertip bulup ketkenlikini köpetmez. Nimi için bu mevcut emez? Şunca uruğunu yerge salsak, şu uruğunun hemmisinin ki yıldız buluduğun kısmısı yıldızga, şah buluduğun kısmısı şahga, astımgı nime kılıdıgan, yani yıldız buluduğun kısmısı eğer o töpüden çıkıp kalsa hem igilip astınga, astı, yıldız, aşu gol buluduğun, gazan buluduğun, şah buluduğun kısmısı o astından üstüge, bunun muşunda halette bunu yitekligen, bunu yol köksetken, bunu şunda hizmetle uğurlaştıran kim bu? Ala yeşhedü zâlike kullu sahibi aklin. Mana bunun hemmisi bir aklı var adamga, aklı gecgisi ötep ketmegen bir adamga bu Hadi Subhanahu ve Taala'nın bir yasıgan, Hadi Subhanahu ve Taala icat kılgan, Hadi Subhanahu ve Taala kılgan bir iş işkenligi guvalık vermedi bu. Derahtning gazanlarını aşu golda çeçilişqa yoki şehidi çeçilişqa yetakligini kim? Bir gazan, bir neçe temeç, bir neçe şah ya bir neçe golga aylanıp, tutak aylanıp, şah aylanıp, aşının hemmede gazan bolgan. Bir gazan bir taraftan çıksa, ikincisi yeni bir taraftan çıkan, benim mao bir bolsa me taraftan çıksa yeni birisi miyadan çıkan, mao miyadan çıksa yeni birisi miyadan çıkan, birisinin üstüde çıkıvamagan, yoki bir taraftan bir daraxtni yumulaq daraxtning to'rt tarafidan ilib etsak, bir tarafidan chiqiqliq, bir tarafidan chiqmaqliq, bir tarafida bor, bir tarafida yo'q emas. Ma tarafdagi gazanning biqinidan yana birisi, aning biqinidan yana birisi mushunda holat haqiqini kim bu? Quyosh, ay, yulduzlarni harakatlanishda, o'zining harakatlarida yetakligini kim?
Yiroq davlatlarga safar qiladigan uchoqlar bor. Bu safar qiluvchi uchoqlarni shundoq yiroq davlatlarga boshlab qo'ygani kim? Ba'zi uchar qushlar ma davlatda yozliqda tursa, qishliqda ma davlatda turgan. Yozliqda ma rayonida tursa, kuzlikda ma rayonida turgan. Mushundaq safar qiladigan qushlarni ma yozliqda ma davlatdan qishliqda ma davlatga, yozliqda ma rayondan yozliqda ma rayonga beradigan holatda uning aqlini, uning zehnini qilgani kim? Ala huval hadi, bilib qo'yinglar. U allazi xalaqa fasawwa vallazi qaddara fahada bo'lgan hadi ta'alamin u. Tükni, insanning vujudidagi tükni, hayvonning vujudidagi tükni, uruqni, o'simliklarning uruqlarini, o'simliklarning dallarini, dal daraxtdagi g'azanlarni yetakligan ve hidoyatini inson uchun mukammal qilib, uning uchun payg'ambar avatgan va uning uchun hidoyatni oshkor qilgan kishi ana Alloh subhanahu va taolo. وَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْهَادِي الْحَكِيمُ فَلَنْ يَقْبَلَ أَيَّ فِكْرَ تُعَارِضُ هُدَى اللَّهِ. Qandaq bir kishi Alloh taolo o yetakchi, o hikmatli ish qilguvchi deganga ishonsa, shuningga jazm qilsa, o kishi Alloh taolaning to'g'ri yo'lga qarshi keladigan hech qandaq bir fikrni nima qabul qilmaydi. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala'nın sıfatlarından birisi hadi. O del daraxtlar bo'lsin, o hayvanatlar bo'lsin, o insan bo'lsin, o bütün kainat bo'lsin, her birisini o'ziga loyiq xizmat, o'ziga loyiq vazifa, o'zi inin uchun yaratilgan mushundaq bir ishga boshlab qo'ydi, yetaklab qo'ydi, uningga yo'l ko'rsatib qo'ydi, uni shuningga dalolat qilib qo'ydi. Alloh taolo insonni yetaklamasmi? Insonni to'g'ri yo'lga dalolat qilmasmi? Insonni Alloh taolo haq yo'lga boshlab qo'ymasmi? Demak, Alloh subhanahu va taolo cho'qim to'g'ri yo'lga boshlaydi. Allah'ın to'g'ri yo'lga qarshi kelgan hech qanday fikrni u qabul qilmaydi ki, gerçi o mening aqlim bo'lsin, gerçi o bütün insonlarning aqli bo'lsin, bu aqlimizda kamchilik bor, aqlimizda yetersizlik bor, bizning aqlimiz yaxshi ishlamaydi, biz yaxshi tushunolmadik. Asli Alloh subhanahu va taolaning degini to'g'rida, Alloh hadi deb tunuydi. Onun sözünün şuarisi kul innehudallah vel huda. Dem Muhammed el-İslam Allah'ın yolu o doğru yolu. Mana o deydi ki devamlık innehudallahi vel huda. Şuarı Allah'ın yolu doğru yol. Allah'ın yolu hak yol. Allah'ın yolu insan azmaydıgan yol o. Deydi. Yani bir süpte el-hafiz, saqlıgıcı, qoğduğucu, himaye qılgıcı süpte. İnnellezi hafazake minel akhtar ve ente tetekhallaq fi batni ummik huvellezi yahfazul muhqad da'ib biqapasin qaviyyin min azamil cemceme. Seni xatarlardan saqlagan, vahalaniki sen şekillini vatisa, yartılı vatisa ananın qo'sqida. Balıyat bunun içinde bundaq yaratılgan çağınlıda xatardan saqlagan bu Allah. O Allah seni, o Allah saqlaydı. Meni aciz bir mingini, o Allah saqlaqlıq aciz mingini baş soğaktan ibaret küçlük bir qafas bilan saqlagan Allah. Közni, qaş, burun, mengzinin soğakları bilen himaye kılgan, kalbni, öpkini, mana kökrak kapısı bilen himaye kılgan Allah ya.
O Allah seni havani özüңнің jismiga akirishga taklif qilmagan, ya onu uxlab qolgan chaqingda özüңнің chiqirishiga, ya o'yg'oq chaqida özüңнің chiqirishiga taklif qilmagan Allah agar seni shuningga taklif qilgan bo'lsa, sen hech qanday ishni qilishga qodir bo'lolmayding, havoni akirish va uningdan chiqarishdan boshqa. Davomli qitqining shu havoni o'zi akirmoqchi, chiqarmoqchi. Agar sana uyqu g'olib kelsa, sendan havo uzilib qoldi va o'lam ketdi. Mana o'ylab baqilib birodar. Ana shundoq onamizning qo'shiqida shakllanayotgan chaqda Alloh taolo bizni xatarlardan saqladi. Xatarlardan qo'g'didi. Mushundoq Allah subhanahu va taolo oshchi ojiz mingini qetiqdan iborat bu mingini baş soğaktan ibaret, mana bu baş soğaktan ibaret küçlük bir qafas bilan saqlagan, ko'zni, qosh, burun, mangzi bilan, mangzining soğaklari bilan himoya qilgan, qal yurakni, o'pkini mushundaq maydininki qafaslari bilan himoya qilgan Alloh taolo saqlayolmasmi? Mana Alloh taolo bizni bu havoni o'zang, jismiga o'zang akirgan, özüň çıqagın, meyli uxlaqlaq çağın olsun, meyli oyğaq çağın olsun, sen bunu özüň akirgindek tak qılgan bolsa, biz havani akirish chiqarishdan boshqa bu yurakka, o'pkiga hech qanday ishni qilishga qodir bo'lolmaydik. Uyqu kelib qolsa-chi, akirib ochqanmaydik, shuning bilan havo uzilib qolib o'lam ketdi. Mana Alloh taolo shu havoni avtomatik o'zimizning nafsi sho'raydigan, uni yana chiqiradigan, sho'raydigan, chiqiradigan, ko'zni biz saqlamasak bu qosh bilan, burun bilan, mangzi bilan saqlaydigan, o'pkini biz saqlamasakmi, yurakni biz saqlamasakmi, maydining qapisi bilan saqlagan, shunda qetiq ojiz mangini biz saqlamasakmi Alloh taolo bosh so'naqlari bilan saqlagan mundaq Allah. Mana bu hafiz Allah o bulutni senin üstünden avatib, o bulutni yani yağmurni tökelgen şar tökülüpkan sel kılıp çügüzmey, uçakda meyli ziraat bolsun, nesli bolsun böyle halak olap gidedi ya. Böyle innal hafiz huvellezi yasuqus sahb. O hafiz taala o bulutni senin üstünge avatidu, onu sel qilib tökelgen, sel qilib çügüzmeydi ya onu. Mana hafiz Allah subhanahu wa taala ziminni quyosh va planetdan kelgan o'ltirguvchi koinotning nuridan to'sadigan bir atmosfera orqali bunda qorshab turdi o'zimizni. Şu nurning canlıqni, hayotlikni va canlıq şeylarni o'ltirib o'tishdan, o'ltirib o'tishdan nima qilish uchun qo'g'dash uchun va Alloh subhanahu va taolo yana ziminga her kuni milyonlab tushayotgan oqar yulduzlar ve ninki vayron qilishdan saqlaydigan bir havodan iborat bir qatlamni qildi Alloh taolo. Va Alloh subhanahu va taolo bu ziminninki bizning ostimizda tavrab ketishdan saqlaydigan, tavrab ketishdan shu mustahkam taqli bilan ziminning tavrab ketishini Alloh taolo mustahkamladi. Mana biz Mevla subhanahu va taoloning bizni ishimizdan, töpümizden, ostimizdan saqlaganligini shukr etmoqchimiz biz. Alloh taolo lahu muaqibat min bayni yaday, bu Alloh taolaning insonning oldidan va keynidan u insonni Alloh taolaning taqdiridan saqlaydigan agashuvchi malaikalar bor deb Alloh xabar berdi. Demek qandaq adam Alloh taolo o'zini saqlayotganligiga ishonsa, onunga osmondagi, zimindagi kishilarimiz yerga yetkazolmaydi. Faqat Alloh taolo onunga taqdir qilgan narsani yetkazoladi xolos. Onun şuarı kul la yusibana illa ma kataballahu lana.
Ey Muhammed el-İslam bizge hiç kandak nasi kul la yusibana sile bizge hiç kandak nasini yetkizemmeşler. Kul la yusibana degan la yusibana bizge hiç kandak nasi yetmeydi. İlla ma kataballahu lana biroq Allah subhanahu wa taala bizga taqdir qilgan narsidir deb Allah taala mana yetgan narsaning cho'qim Allah taala taqdir qilgan, Allah taala bekitgan, Allah taala uni o'rlashtirganligini, o'rlashtirgan narsadan sirt hech qanday narsaning yetmaydiganligini Allah taala xabar berdi. Qarindoshlar, demak İnsan ana shu narsaga qarasa Allah taolaning qanday darajada insonni saqlaydiganligi, qanchalik insonni qo'g'daydiganligini ko'rib olaydi. Buni shundoq Allah taolaning insonni saqlab, ko'zni saqlaganligi, qalbni saqlaganligi, mingini saqlaganligi, insonni havoning kirish chiqishini o'zi o'rlashtirish bilan saqlaganligi, hatta yer sharini atmosferadan iborat shunday qatlam orqali quyosh va yo'l planetdan kelgan shunday koinotninki nurlaridan to'silgan atmosfera bilan qo'rshab turib yer sharini saqlaganligi va shu zaminni mustahkam tog'lar bilan u zaminning midilab ketmasligi uchun mustahkam tog'larni zaminning ustida bekitish orqali qadamlarimizning tavrab ketishidan saqlaganligining o'zi yana bizni davomli saqlaydiganligiga, davomli bizga ega bo'ladiganligiga, davomli bizga himoya qiladiganligiga dalolat qilmadi bu. Yani başka sıfatlar bu var. Siz bir tal taamda bir o'ylanib bakın. O bir tal taamni bir aylık kişiler yeydi. Bu taam er kişinin cismiga kirse er buludu, ayol kişinin cismiga kirse ayol buludu, buvakның cismiga kirse buvak buludu. Onu müşük ise müşükning cismiga aylanıdı. O taamni saçkan ya içtiyse saçkan içtqaylınıdı. Şu taamning o'zi taamning o'zi mana. Fasubhanal musawwirullazi yusawwiru kayfa yasha. Xolgancha qanda xolisa suratga keltiradigan musawwir Allah subhanahu va taoloni pakdayman. Mana bir xil taamdan şu taamni er kishi bo'ladigan, ayol kishi ayol kishi bo'ladigan, mushuk ise mushuk bo'ladigan, it ise it bo'ladigan, yeni bir narsa yeni bir narsa bo'ladigan. Ana shu bir xil taamdan nima uzuqlansa, ana shuning uzuqi shuning uzuqi bo'lib, uningdan shu narsaning shakli, shu narsaning surati bo'ladigan, shunday bir hol. Mana buni Allah subhanahu va taolo suratga tortdi. Anının mihribanlığını o'ylanib bakın, anının balısqa kuyunganligini o'ylanib bakın. Mayli bo'lsin bu ana ayol bo'lsin, ya hayvonninki kishisi bo'lsin, buni bir o'ylanib bakın. Siz qattiq anininki qattiq qurban berganligini siz tabisiz. Hatta bir kichik valın hatta tohumu şundak bir qo'rqinchoq toqa kichik valının ovozidan shu chujilarini qo'g'dab elsirab paqbib chujilarga hujum qilmoqchi bo'lgan bir yomonlik yetkazgan kelmoqchi bo'lgan kishiga hujum qilg'ili qopqanlikni ko'rasiz mana bu. Demak ana shu Anılar, şu küçük mahlukatlarını himoya qilgan bu rahmat, Rahman Rahimning şu anılarning ki vücuduga o'rlashtirgan rahmat ekanligiga guvohlik bermamdi bu. Siz katta mahlukatlarni o'ylanib baqsangiz, masalan planetlarga o'xshash, endi bu planetlar biz yaşayotgan yer sharidan million hassa cho'ng bu. Mushunda o'ylansangiz
ve en inçki bir mahlukatını oylarsanız, milyonları onundan bir tamcı suda nima qiladigan, jo'g'lashadigan. Bu shunday inchki mahluqotlarni o'ylansangiz va o'zingizdan so'rasangiz, mushu mahluqotlarning hammasi bir xil hukmronlikqa, saltanatga, inchki mustahkam puxta bo'lgan sistemaga qandoq bo'ysungandir deb so'rasangiz, ana u vaqtda javob topa olasiz. Bi anna haza min sun'il qawiyil muhaymin deganga. Mana bu hammadan kuchli, hammani kuzatib turgan bir zotning yasagan va urlashtirish ekan deganlikka guvohlik berasiz sizlar. Demak, yer sharida necha million hassa cho'ng planetlarga qarab baqsak va buningda bir tafakkur qilsak, o'ylanib baqsak, şu milyonları bir tamçı suda jug'lashgan şu en inchki mahlukotlarga qarab baqsak, bir tamçıda qanchalik mahluqot beyken buning bir o'ylanib baqsak ve o'tirib mana shundoq mahluqotlarning hammasi qandaqlab million undaq cho'ng mahluqotlar o qandaq cho'ng bo'ldi. O shunchalik bu bir tamchasida bu shunchalar million jonliqlar hujayra mahluqotlar bu urilishibdi, bu qandaq bo'ldi. Bu nim bo'lib bir saltanatga, mustahkam bir sistemaga, intizomga qandaq bu bo'ysundi deganni bir o'ylanib baqqanchagimizda bu qaviyul muhaymin, her bir ishni kuzatib turgan, her qandaq ishga kuch yetgan bir zot yasab, şu zat urulashtirgan narsaga degan javobni siz topa olasiz. Vahidul ahad, o yakka yegano, bütün dünya, onun bütün dünya özünün vahidul ahad tarafidan yasalganligini, vahidul ahad tarafidan ijod qilinganligini guvohlik berdi butun dunyo. Mana siz bir g'izongizga qalang, panta tara'anna g'izo, siz ko'rasiz, sizning uzuqingiz oshqozonning xizmatiga qarashli, uchayning xizmatiga qarashli. Doktorlar deydi, uchayning xizmati qonning xizmatiga qarashli. Uchay yaxshi xizmat qilish uchun qon aylanishi kerak. Qonning aylanishi havoga va tinish harakatiga qarashli. Yaxshi havo tinish uchun yaraydigan, nafas olish uchun yaraydigan havo o'simlikning xizmatiga qarashli. O'simlikning xizmati quyoshning bo'lishiga qarashli. Quyoshning bo'lishi quyoshni qorshab turgan planetlarning bo'lishiga va boshqa planetlarga qarashli. Davatido. Demak, bir tal tamoq, aşı bir tal uzuqliq oshqozonning xizmatiga qarashli bo'lsa, uchayning xizmatiga qarashli bo'lsa, uchayning xizmati qonga, qonning xizmati havoga, havoning xizmati o'simlikka, o'simlikning xizmati quyoshga, quyoshning xizmati uni atrofini qorshayotgan planetlarga bo'lsa, mana mushundaq sistemalik bir xil tamoqning insonning vujudiga kirgandan keyin o inson uningdan bir sing'ishi uchun, inson uningdan bir uzuqlanib, o'ziga uzuqlik yetkazish uchun ta shu quyoshqichilik bor ekan mana. Mana shundoq tabimiz har qanday bir narsa o'zining mavjudligida va o'zininki xizmatida o'zidan bir boshqa narsaga tayinadiganligi, yulinadiganligini tabimiz. Andaq ko'rdik mana bir tal tamoqninki oshqozonning falanga ehtiyoji ekanligini. Haqiqatan oshqozon osmondagi planetlarga bog'liq ekan. Mana bu guvohlik berdi, shuni guvohlik berdiki, hammasi bir Rabning yasagan, ijod qilgan ijodiyat ekanligi guvohlik berdi. Demak, bir Rab inson aşı bir tal luqmani yeyish uchun va uni o'ziga singdirish uchun
aşu aşqazanğa bağlap, aşqazanni qanğa bağlap, qanni havaga, havani o'simlikka, o'simlikni quyoshga, quyoshni atrofidagi planligi shundoq bağlap sistemlik qilayotganligining o'zi bu sistemlerini uğurlaştırıcının bir yigane yalğız ekanligi bağlı burada. Mettehazallahu min veled deydi Allah Teala'nın. Allah Teala balı tutmadı bir yere. Balısı yok Allah Teala'nın. Allah bilen birge yeni bir ilah mı yok? İzelle zehebe kullu ilahin bima halak. Eğer Allah'ın bilek bir ilah bulduğun bolsa, hemme ilahlar, hemme hükümrallar özü yaratkan mahlukatının kaşığa onu başkoğulu, onu idare kılıgılı, onu kontrol kılıgılı bayttı. Bazısı yoğallık kılıp, hukuk talışıp, daire talışıp, çoğuşuluklu talışıp, üstünlük kılıgılı oturttu. Mana dünyanın sistemisinin birliki, sistemisinin intizamlıklığı, ay, gün, yıldız, bütün neslinin birbirine bağlılık halatı mangallıkının özü bir ilahın başka ilahının yokluğunu, onun hükümranlığını, hiçbir kişinin hükümranlık çalışanmaydıqanlığını, bir üstünlük çalışanmaydıqanlığını, çoğunçuluk çalışanmaydıqanlığını ispatlaqadı bu. Subhanallah, men Allah'ını pak deyme. O insanlar süperlegen nesidin. Onun şeriki yok mu? Onun balısı yok mu? O aciz emez. Yine dedi Allah Teala kul huvallahu ehad. De'i Muhammed el-İslam. Allah Teala bir. O Allah bir. Yekke yigane. Allah hacetsiz hiç kandak bir kişiye ihtiyacı yok. O Allahu Samet hemme ininge ihtiyaç bulunduğun hemme ininge muhtaç bulunduğun huca o. Hükümran o tuğulmadı o. Onun dadısı mı yok, atanısı mı yok, balısı mı yok onunki. Eğer bu yerde Allah Teala'nın bilek ilahlı boğan bolsa, mana bu ilahlar oturursa şu kainatını, şu mahlukatını boysunduruş, öz intizamını manguluş için fikir ihtilafı bulup toğunuş payda buldu. Şu çağda zeminde, asmanda pasatçılık patlaydı. Allah Teala لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ve eğer bu asman zeminde Allah Teala'nın başka ilahlı boğan bolsa çokun buzlup gidip bu asman zemindeydi Allah Teala. Subhanallah Rabbil arş emma yasifun. Allah Teala'nı pak deyme. Yani erşinin ilgisi Allah Teala'nın ben onu süperlegen nesini pak deyme. Dep Allah bayan kıldı. Demek her kandak bir hükümran özünün dairesini kengaytkili, özüge təvənəsini baş qoğulu ve onu idare kılgılı haris buraderler. O onun təbiyyəti o. Eğer asmanda Allah'ın başka ilahı olan olsa, meyli o başka kafirler diyen oxşaş, kuyaş ilahi olsun, yağmur ilahi olsun, zemin ilahi olsun, asman ilahi olsun, yeni bir neslin ilahi olsun. Eğer yani şundak ilahlar olan olsa, çokum o ilahlar öz oturursa özünün uluhiyetini nima qilish uchun, qo'liga elish uchun albatta talash tortishdi, urush qilishdi, nizo paydo bo'ldi, shuning bilan zamin buzildi. Mana bugungi kunda zaminda yarasharda nurg'un ilahlar o'zining ilahligini saqlash uchun to'kilayotgan qonlar, eqivatgan qonlar, sürgünde buluvatkan insanlar, veyrani buluvatkan öyle buzuluvatkan hayatlıklar hemmisi bununki canlılık ispatı ve canlılık delili emas bu. Onda boğanda bu süperlerin ilgisi kim? Yukarıkıdın, mimma sebek yukarıda ötep ketken şu delillerden şunu gördük ki biz kainat mahlukalıda oylanğan çağımızda özümüzün etrafındaki kainat mahlukalıda oylanğan çağımızda
biz tapimiz her kandak nesi guvalık birido ma mahlukalının halıkı o halikul hayyud daimul alimul hakim el habirul rezzak el hadi el hafiz el musavvir el rahim el qavi el qadiru el muhaymin el vahidul ahad degan guvalık mutqallıqını biz tapimiz biz. O Allah halıkken o tirikken o, davamlık barken o, bülüp dururken, hikmetlik iş kılırken, haberdar iken, rızık vergici iken, yetekliği iken, hafız saklığı iken, korkuduğu iken, süret tatlığı iken, mihriban iken, küçtükken, kadir iken, küzetçi iken, bir yekke yigan iken digenliklerine dalalet kılıdı bu. Kainatның hemmisi muşu guvalık belgini dey Müslüman mu kainat ile birge turup bu guvalıkını bir ve bu guvalıkını bilip işkence kılıp turup tekrarlaydı. An eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah deydi o Müslüman. Demek biz birinci kaideden çünkü nime için? Çünkü biz bildik ki birinci kaideden yok neyse hiç nesini yaratamaydı deganni bildik ve bildik ikinci kaideden Halik bir yaratquchininki bazı sifatlarini biz mana üçüncü kaideden bilimiz bu sifat bilan sifatlanmaydi. Fakat Allah subhanahu ve taala onun şerik yok, müşü sifatlanır deganligini biz bilamiz biz. Endi yaratquchi bo'lish uchun nima bo'lish kerak ekan desa, munda malik bo'lishi, qodir bo'lishi, qaviy bo'lishi, xabir bo'lishi, alim bo'lishi, hakim bo'lishi, rizzaq bo'lishi, hadi bo'lishi, nurg'un bir sifatlarni o'z ichiga olgan. Endi bu sifatlar bilan faqat Alloh taolaning o'zininki sifatlanganligini biz bu 3-qoidada biz bunu so'zlaymiz. Demak, birinchi qoidadan yo'q narsa bir narsani yasamaydiganligini, ikkinchi qoidada anda bo'lganda yasalg'uchidagi bor narsa shu yasalg'uchida u narsani paydo qilishga va o'rlashtirishga ega qilgan bir yasalg'uchidagi iqtidor qobiliyatga dalolat qiladi degandan keyin biz bu koinotni qarab turib ana Alloh taolaning sifati, Alloh taolaning qudratini biz tunib oldik. Endi 3-qoidadan bu sifatlar bilan zodi kim sifatlanadi? Kim shu sifatlar bilan sifatlanishga loyiq? Bu sifatning haqiqiy sohibi kim? deb biz bu haqda to'xtalamiz. Ulug' Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom ettirib nasib qilsin. Alloh har birimizlardan shu darsdan unumli manfaatlarga nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizni islom va musulmonlarning manfaati uchun qilsin. Alloh taolo mushu orqali iymonning dalillarini kuchlantirib bersin. Rahmatga ya rahmanir rohim.